Nima gap, doktor? Tahlil natijalari yaxshi chiqdimi? Biz ham farzandli bo'la olamizmi? Afsus. Bu safar ham tahlillar salbiy chiqdi. Umidingizni uzmang. Davolanishni to'xtatmang. Rahmat. Salomat bo'ling. Ushalmoqda yana bitta shirin orzu. 9 oylab bizlar kutgan o'sha kun bu. Yana bitta qo'shig'imga bo'ldi mavzu. Tug'ildi-ku Habibimiz ummati. Kirib keldi quvonchlarga quvonch qo'shib, jannatlarni hidlariga to'lib toshib. O'g'ilmi qiz Parvardigor ne'mati. Xush kelibdi Habibimiz ummati. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Bo'lib yursin u ham bir hazrati inson. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Baxtiga ota-onasi bo'lsin omon. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Bo'lib yursin u ham bir hazrati inson. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Baxtiga ota-onasi bo'lsin omon. Bolam, hademay turmush qurganingizga ham 5 yil bo'ladi. Ha, endi shuncha kutganimiz yetar. Ha, dadang bilan men ham nabirali bo'lishni xohlaymiz. Undan ko'ra xotining bilan kelishib, ajrashib qo'ya qolinglar. Oyi, meni ajrashadigan xotinim yo'q. Hali ko'rasiz, biz albatta farzandli bo'lamiz. Bu gapni necha marotaba aytding? Buning baribir tug'maydi. Sekin eshitib qoladi oyi. Eshitsa eshitar. Qo'l ochinglar, yo'llariga gul sochqinlar sochinglar. Uzoq yaqinlar shu to'yga shoshinglar. Kelmoqdadir Habibimiz ummati. Birga baxt va rohatini ko'raylik. Katta to'ylarini qilaylik. O'sha kunlarda ham o'ynab kulaylik. Aziz qilib yaratganning ne'matin. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Bo'lib yursin u ham bir hazrati inson. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Baxtiga ota-onasi bo'lsin omon. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Bo'lib yursin u ham bir hazrati inson. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Baxtiga ota-onasi bo'lsin omon. Endi bu yo'lga o'zingiz ehtiyot qiling, chunki yaqinda siz ona bo'lasiz. Nima? Ha, rostdanmi? Albatta. Axir umid bor joyda natija ham bo'ladi. Xudoga Senga shukr. aytgandim. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Bo'lib yursin u ham bir hazrati inson. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Baxtiga ota-onasi bo'lsin omon. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon. Bo'lib yursin u ham bir hazrati inson. Yangi mehmon kelmoqdadir, yangi mehmon.